Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'sh, mana o'zimga somon pressdan joy tayyorlab oldim mana. Hozir mashqga yotib olaman. Lekin men bir yo bismillah. Endi o'tganlarni tomosha qilib yotaman. Nechi baho? Mazami. Bular qaranglar. Bular ham hayron. Nima qotdi bu? Nimaga u bizning inimizga kirib yotib oldi? Hammasi hayron menga qarab o'tiribdi bular. Mazada bularni tomosha qilish bor. Xo'sh, oyoq xalaqit qotdi sekin, olsak oyoqni. Mana. Mashina qaranglar qo'qorar. Germaniya fuqarosi mana mash. Dam oladigan. Dachadan zo'rday bor-ku. Dachaga chiqib cho'milasiz. Masalan, ovqat pishirib yeysiz. Yana nimalardir qilasiz-ku. Buni kayfini bermaydi-da. Bularni tomosha qilib, maza qilib o'tirganga nima etsin? Nima deylar? Hurmatli obunachilar. Yana unaqa joyi qilib olib o'zimga yotib olib. Ha? Eng zo'ri mana mashida. Maza qilib yotasiz. Gap yo'q. Hammamizga mashina qilib maza qilib yotish nasib qilsin.